Akalar, ko'rib turgan joyinglar keng maydonga ega bo'lgan joy. Allohning rahmati ila yog'gan yomg'ir bilan to'liq qoplangan. Va biza bu yoqda bizani professional premium versiyadagi biletimizni ko'rsatmoqchimiz. Akalar, bitta ko'rib baho beringlar yorchiga. Bu 5,5 ming kiloin bo'ladi. Eng moshniy bilet bo'ladi. Yomg'irli havoda. Kamerani riskovat qilib hozir men sizlarga video obzor qilyapman. Premium versiyadagi bilet kerak bo'lsa, akalar telefon qo'rasizlar va sizlarga hozir ikkinchi tipdagi biletimizni ko'rsatamiz. Bu холодный bo'ladi. Farqini sezgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qo'yinglar. Akalar, bu холодный, bu теплый. Mana bu дальныйsi bo'ladi. Yomg'irli havoda bilasizlar, bu darajada yoritib berilgan bilet juda kam bo'ladi. Bular premium versiyadagi bo'ladi, akalar. Sizlarga faqatgina premium versiyadagi biletlarni tavsiya qilamiz. Va bizada $100 dan $180 bo'lgan zo'r tipdagi biletlarimiz bor. Uni keyingi videolarimda sizlar uchun har bittasini obzor qilib beraman. Akalar, baho berib qo'yinglar. Ob'yom shu darajada kattaki, men sizlarga iloji boricha obzor qilib berishga harakat qilyapman. Mana soyamdan bilayotgan bo'lsanglar kerak, qayergacha ketayotganini o'chiramiz. Холодный yoqamiz. Akalar, juda katta. Холодный дальныйsi ham katta bo'ladi. Mana bu cho'plisi. Cho'pli babi yomg'irda cho'tga yortadi. Faraz qilasiz, mana mashinani ko'rasizlar. Nechta mashinani o'rnini olib beryapti. Yomg'irli havoda mashina yortadi. Sizlar uchun tumanga ham chiqib kelamiz, qorga ham chiqib kelamiz. Akalar, katta syomka qilib bering. Premium versiya bu $650 bo'ladi.